Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga Uzunbank ilovasidan qanday daromad qilish haqida gapirib bermoqchiman. Xudo xolasa albatta ishimiz o'rgatadigan narsa albatta foydali bo'ladi. Undan oldin like hamda follow yoki podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Birinchi navbatda men o'zimning profilimda sirkasini qolgizaman, ya'ni Uzunbankni shu yerdan birinchi navbatda Uzunbankni yuklab olasiz. Xo'sh, qani bo'lmasa ketdik. Aytib o'tilgandek, men shunga o'xshagan sirka bo'ladi. Shunga sirka kommentariya ichiga joylab qo'yaman, yo profil shapkasida ham, profilda ham bo'ladi. Bu yerdan bemalol kirishingiz mumkin. Ustiga bosasiz. Xo'sh, xulosga bu ishimda aytib o'tilgandek Uzunbank ilovasida aksiya ketmoqda, ya'ni 31-martgacha. 31-martgacha har bir taklif qilgan odamingiz uchun, masalan, shu ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'z shaxsiy sirka shakllanadi. Shu sirka orqali o'z yaqiningizga yo bor inson siz sirkangiz orqali Uzunbank ilovasini ochadigan bo'lsa 30 ming. Yana tekin karta rasmiylashtirgani uchun yana 15 ming jam bo'lib 45 ming tashlab beryapti. Hozir bu 100% ishonchli o'zini rasmiy saytlaridan yoki Uzunmarket yo boshqa joylardan ham bemalol ma'lumot olishingiz mumkin bu haqida. Hozir buni qanday olishni o'rgataman. Xo'sh, men hozir Uzunbank ilovasini yuklaganim sababli avtomatik bu anaqa ilovaga yubordi. Undan oldin agar siz registratsiya qilmagan bo'lsangiz, ya'ni Uzunbank ilovasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, ilovani o'rnatib oling deydi va o'rnatgandan so'ng oddiy karta rasmiylashtirgandek ro'yxatdan o'tib olasiz. Shu o'zimiz kodimizni kiritamiz va kiritgandan so'ng shunday chiqadi. Birinchi navbatda agar yangi ochgan bo'lsangiz, tepani bosasiz chap tomondagini va Artificial Identification deydi. Ya'ni Uzunbank Identified Account shu kichikcha turishga bo'lmaydigan bo'lsa ustiga bosamiz, hali update bunda shu ko'k tugmani bosamiz hamda bu bo'ladi. Va keyin chiqadigan bo'lsak, bu yerda uzun karta shakllanadi. Va ochib bo'lganimizdan keyin har bir karta uchun yana up to 45 user friend deb qo'ying, har bir do'st uchun shuni bosamiz. Get a personal link, ya'ni o'z shaxsiy linkingizni olish tusiga bosamiz va avtomatik bu Telegramga yuboradi. Xo'sh, Telegramga kiryapti mana. Telegramga shunday kiradi va kirgandan keyin avtomatik Uzunbank invite bot deb chiqadi. Start bosilgandan keyin o'zbek tili tanlanadi va keyin ro'yxatdan o'tishni boshlash bosiladi. Xohlasangiz rozilik, endi aksiya haqida ma'lumot berilgan, aksiya qoidalariga rozilik bildirasizmi deyapti. Rozilik beraman. Aksiya qoidalarini bemalol o'qib chiqishingiz mumkin yoki agar ishlamoqchi bo'lsangiz shu beraman bosilgandan keyin telefon raqamini yuborish chiqadi. Shu telefon raqamini ulashasiz hamda keyin ulashilgandan keyin sizdan uzun kartangiz bormi deb so'raydi. Agar bor bo'ladigan bo'lsa, ha tugmasini bosasiz. Hozir ha tugmasi chiqadi. Ha bor yoki yo'q karta rasmiylashtiring. Yo'q karta rasmiylashtirishga agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, shuni bosasiz. Uzunbank ilovasiga yuboradi. Ilovasini shu yerda rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Bor bo'lsa, ha bor bosasiz va keyin jish shirkati chiqadi. Ha bor bosilgandan keyin o'z jish kiritasiz. Kiritganingizdan keyin
sizga jo'natish va boshqa jarayonlar amalga oshiriladi. Hozir men boshqa akkauntimga ham Uzunbank ochganim sababli ozgina xatolik bor ekan. Bu avval ro'yxatdan o'tgan, boshqa JSHga kiriting deyapti. Ko'rish chiqadi. Shuni bemalol ko'rishingiz mumkin. Undan so'ng boshqa jarayonlar chiqadi. Uzunbankni ko'rsatadigan bo'lsam, ya'ni hozir faoliyat yutgan shu undagi statistika, qidiruv kod, meni havola. Meni havolamni bosasiz hamda hozir tanishingizga bemalol yuborishingiz mumkin. Shu men havolamni bosgandan keyin albatta havola chiqadi. Shuni bemalol yuborishingiz mumkin. Yoki boshqa xizmatlar ham bor, yana plyuslardan karta tekin rasmiylashtirishingiz mumkin. Va bundan tashqari Uzunmarket 30% chegirma beradi. Yana muhim tarafi har oyni 10-sigacha pulingizni tashlab beradi. Rahmat, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta podpiskatga hamda follow tugmalarini bosib qo'yishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.